Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Mana men uzun nasiyadan mana shu naborda olganman. Men shurpayoriga qiziqib oldim. Mana shurpayoriga qiziqib oldim. Shurpayori shuna olganimga ancha bo'lib ketdi. Pulni bermay turdim. Hozir keldi, pulni talab qilib, uchta yigit keldi. O'rtoqlar, olmanglar. Men uzun nasiyadan eshitdim, olmanglar. Vazrat tovar degan narsa bo'lmar ekan. Mana o birak mana o. İşlemaydi. Kelib ko'rdi o'zlari, ishlatib ko'rdi. 3 ta yigit keldi, 3 ta yigit ko'rsatdim. Aka endi bari pulni to'lash kerak dedi. Men aytdim, "Bo'p, to'layman" dedim. Nagili uxlatyapti, nagili ishlamaydi mana, musor ishlamaydi. Yangi batareykalar joyiga bormaydi, ko'rsatdim. Batareyka oxirigacha bormaydi. Bittasi bordi, bittasi bormaydi. Вообще ishlamaydi, qotirolmaydi. Yecholmaydi ham, qotirolmaydi ham. Aldab, odamlarni aldab sotyapti. Olmanglar, o'zi nasiyadan eshitib olmanglar. Musor mana shu. Men nabori mana shurpayoriga qiziqib oldim. Har 3 oyga 266 mingdan to'lash kerak dedi. Mana men olganman. Musor chiqdi narsasi. Ayniqsa shurpayor, вообще musor. Atverkalari qotirolmaydi, atverkalar chiqib ketaveradi. Hamma narsasi musor narsalar o'zini narsa sotyapti, aldab sotyapti. Menimcha bitta menga emas, ko'pchilikka shu narsa chiqqandi. Shunday turibdi, o'shatganim yo'q, shunday turibdi, yangi turibdi. Qaytaraman dedim, ular qaytarib azvat tovar olmar ekan. Mana ishlamagandan keyin qaytarib to'g'rilab berish kerak. Bermaymiz ham. Bunday nima deydi? Muttahamchilik qilib to'lang pulini deb turib olgan. To'lang sutga oshiramiz deb boshda ortayotdi ular kelib. To'lashga to'layman. Lekin o'rtoqlar, olmanglar, aldanib qolmanglar. Musor narsa. Undan ko'ra magazindan olish kerak bor. Naqd pulga magazindan olib, magazinga garantiyasi bilan beradi, ishlatib beradi, ko'rsatib beradi. Uzun nasiya faqat aldayapti. Mana bizda hamsaydan ham chiqqan, u ham aytayapti, ikkinchi olma eshitma deyapti, musor ekan narsalar deyapti. Mana shunday gaplar. Bilmadim bu nima nagili uxlatyapti, tushunib bo'lmaydi bularni. Nima uxlatyapti? Vazrat tovar olmadi. Endi noiloj pul beraman. Yarim qilib bo'lib berishim kerak ekan. Mana shunday gaplar o'rtoqlar.